Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Bugun sizlar bilan jam qarash o'yinining ikkinchi turiga yetib keldik. Hozir siz har biringiz ishtirokchining nazorat ro'yxati tur 2 bo'limini ochib, ikkinchi turning birinchi bandini diqqat qilib o'qib chiqishingiz kerak bo'ladi. Bu yerda ikkinchi turda qanday yangilik bor? Ikkinchi turning yangilanish kartasini o'qing deyilyapti. Men sizlarga ikkinchi turning yangilanish kartasini beraman. Siz yangilanish kartasida nimadir sodir bo'lgan barcha voqea hodisalar haqida xabardor bo'lasiz. Hamda yangilanish kartasidagi ta'sirini ham o'yin maydonida aks ettirasiz. Hurmatli o'quvchilar, ikkinchi turning ikkinchi bandida omonatlaringiz uchun bankdan foiz oling deb belgilangan. Agarda siz bankdan foiz olgan bo'lsangiz, bularni barchasini o'yin maydonidagi maxsus joylarda, mana o'yin maydonida bank jamg'armalari degan joylarda aks ettirib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Shuningdek, ikkinchi turning 3-chi bandida keyingi ikkinchi turga ko'zlangan oila maqsadingizni ko'rib chiqing. Qanday harakat qilishingiz mumkinligini aniqlang. Maqsadlaringizga erishganingizda ishonch hosil qiling deb aytilgan. Shuning uchun men sizga oila maqsadi 2 kartasini beraman. Oila maqsadi 2 kartasi. Siz bu kartani diqqat qilib o'qib chiqib, uning ta'siri haqida o'yin maydonida aks ettirishingiz kerak bo'ladi. Hurmatli o'quvchilar, har bir o'yin kartalaridan foydalanganingizdan keyin ularni o'z joylariga, maxsus joylariga qo'yishni unutmang. 2 3. Hurmatli o'quvchilar, o'yin o'ynashda davom etamiz. Biz 4-bandiga keldik. 4-bandida daromadlaringiz bo'yicha qarorlar degan joy yozilgan. Mana shularni diqqat qilib o'qib chiqib, A va B bandlarini diqqat qilib o'qib chiqib, yashil rangdagi jadvalni biz sizlar bilan aniqlik kiritib olishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun siz daromad darajangizni belgilab olishingiz kerak bo'ladi. Daromad darajangizni oldingi turda, birinchi turda ham belgilab olgansiz. Xuddi shunday qilib, bu turda ham daromad darajangizni belgilab olishingiz kerak bo'ladi. Ana endi sizlar bilan 4-bandning C qismida daromad darajangizga qarab hayot sifati shkalangizni moslashtiring deb belgilanganligi uchun hayot sifati shkalasini siz mana shu maxsus joyda belgilab, ta'sirini ko'rsatib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Hurmatli o'quvchilar, ikkinchi turning 5-qismida, 5-bandida xarajat qarorlari belgilangan. Diqqat qilib, xarajat qarorlarini o'qib chiqqaningizdan so'ng xarajatlar jadvali bor. Bu yerda siz xarajatlaringizning darajasini belgilab olasiz hamda uning ta'sirini o'yin maydonidagi xarajatlar qismiga belgilab qo'yishingiz kerak bo'ladi. 5-qismning C bandida xarajatlaringizga qarab hayot sifati shkalangizni moslashtiring deb belgilangan. Demak, siz hayot sifati shkalasini hayot sifati shkalasining maxsus joyiga qayd etib qo'yishingiz kerak bo'lar ekan. Ana endi ishtirokchining qo'llanmasida 2-tur 6-bandida yozib qo'yibdi. Nimadir yuz bermoqda, voqea tur kartasini oling. Men sizga voqea tur kartasini beraman.
Hamda siz bu kartani diqqat qilib o'qib chiqib, jamoangiz bilan birgalikda bitta variantni tanlashingiz kerak bo'ladi. Shundan so'ng natija 4 kartasi sizga beriladi hamda siz voqea 4 kartasida tanlagan variantingizni diqqat qilib o'qib chiqib, ta'sirini o'yin maydonida aks ettirasiz. Hurmatli o'quvchilar, ikkinchi turning 5 qismini bajarib bo'lganimizdan keyin hamda natija kartalarini olib bo'lganimizdan keyin men sizlarga 6-bandiga asosan voqea 5 kartasini berishim kerak. Voqea 5 kartasini olganingizdan so'ng, uning orqa tarafidagi variantlardan birini jamoangiz bilan tanlaysiz hamda ta'sirlarini o'yin maydonida aks ettirib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Shundan so'ng 8-bandga asosan hamda 9-bandga asosan men sizga natija 5 kartasini beraman. Siz natija 5 kartasidagi variantlardan tanlab olganingizni diqqat qilib o'qib, uning ta'sirini o'yin maydonida aks ettirasiz. Hurmatli o'quvchilar, ikkinchi turning 10-bandida keling xarid qilishga boraylik. Qo'llanmada sotib olinish imkoniyatlari mavjud bo'lgan 5 tagacha xaridni tanlab olish imkoniyati mavjud deb siz har biringiz o'zingizning ehtiyojingizdan kelib chiqib 5 tagacha tovarni tanlab olishingiz kerak bo'ladi. Diqqat qiling, birinchi turda xarid qilingan tovarlar ikkinchi turda sotib olinishi mumkin emas. Shu sababli siz o'zingizning kartangizni olib, masalan, mana Sevara 4 tagacha mahsulot sotib olishi mumkin. Birinchi turda agarda u san'atni tanlagan bo'lsa, demak ikkinchi turda u uy ro'zg'or ishlari yoki bo'lmasa boshqa variantdagi mahsulotlarni tanlab olishi kerak bo'ladi. Hamda tanlab olingan mahsulotlarni ishtirokchining qo'llanmasida topib, uning ta'sirini o'yin maydonida aks ettirish kerak bo'ladi. Hurmatli o'quvchilar, masalan, siz jamoangiz bilan ikkinchi turda ehtiyojingizdan kelib chiqib, mana shu tovarlarni sotib oldingiz. O'yin kartalarida, xarid qilish kartalarida orqa tarafidagi ma'lumotlarni diqqat qilib o'qib chiqib, uning ta'sirini o'yin maydonida aks ettirishingiz kerak bo'ladi. Hurmatli o'quvchilar, o'yin qoidasiga ko'ra ishtirokchining qo'llanmasida 11-bandiga keldik. Bu yerda nimadir yuz bermoqda? Voqea 6 kartasini oling deb yozilgan. Men sizlarga voqea 6 kartasini beraman hamda siz jamoangiz bilan voqea 6 kartasidan o'zingiz kelishilgan holda bitta variantni tanlaysiz hamda ta'sirini o'yin maydonida aks ettirib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Shundan so'ng natija 6 kartasini sizga beriladi hamda siz voqea 6 kartasida tanlab olingan variantni bu yerda ham tanlab, ta'sirini o'yin maydonida aks ettirishingiz kerak bo'ladi. Hurmatli o'quvchilar, biz sizlar bilan ikkinchi turning yakuni bosqichidamiz. Biz sizlar bilan 13, 14 hamda 15, 16 bandlarini diqqat qilib o'qib chiqib, ularni xulosa varaqasida aks ettirishimiz kerak bo'ladi. Shuningdek, biz balansni hisoblash
pulni joylashtirish hamda kredit olingan bo'lsa, kreditlarni ham o'yin maydonida aks ettirishimiz kerak bo'ladi. Shu bilan ikkinchi turimiz ham o'z yakuniga yetdi.